Bugun Chevrolet Damas 2026 modeli haqida qisqacha gaplashamiz. Bu avtomobil yillar davomida ishonchliligi va tejamkorligi bilan tanilgan va 2026 yilgi versiya ham shu an'anani davom ettiradi. Tashqi dizayni klassik ko'rinishda qolgan. Old faralar va bamper biroz yangilangan, lekin Damas'ga xos kvadrat shakl saqlanib qolgan. Aynan shu dizayn salon va yukxona hajmini maksimal darajada foydali qiladi. Kichik o'lchamlari sababli shahar ichida harakatlanish va parkovka qilish juda oson. Salon ichki qismi sodda va amaliy. Materiallar mustahkam, tozalash oson. Asboblar paneli tushunarli, haydovchi uchun kerakli barcha ma'lumotlar bir qarashda ko'rinadi. O'rindiqlar qulay va kundalik foydalanishga moslangan. Texnologiya jihatdan Damas 2026 minimalizmni tanlagan. Multimedia tizimi, konditsioner va asosiy xavfsizlik elementlari mavjud. Murakkab elektronika yo'qligi texnik xizmatni arzon va oson qiladi. Amaliy tomondan bu avtomobil juda universal. Oilaviy foydalanish, yuk tashish yoki kichik biznes uchun juda qulay. Orqa o'rindiqlar buklanib, katta yuk joyi hosil bo'ladi. Ishlash ko'rsatkichlari esa tejamkorlikka yo'naltirilgan. Dvigatel kundalik ehtiyojlar uchun yetarli, yoqilg'i sarfi kam va xizmat ko'rsatish arzon.